Hammaga Hindistondan namaste. Nimaga Hindistonga bordingiz degan savollarga aynan shu videoda javob beraman. 10 yil oldin oyim Hindistonda operatsiya bo'lganlar. 10 yil oldin Hindistonga chiqish, viza olish juda ham qiyin bo'lgan. Hozir Xudoga shukr ancha oson vizalar olish. Va 10 yildan beri oyim Hindistonga kelib ketadilar. Har yil analiz topshirib, operatsiya qilgan vrachlarga ko'rsatadilar. Vrachning oldiga kirishga ozgina kutasiz, chunki ochrat ham, kasallar ham ko'p. Ha, yana Hindistonga kimga perevodchi kerak bo'lsa, o'zbekchani zo'r gapiradigan hind perevodchi ismlari Azat. Shuncha joyga kelishga keldim deb o'zim ham polniy analiz topshirdim. Xudoga shukr, hammasi yaxshi ekan. Juda ham ko'p o'zbeklar Hindistonga davolanishga keladi. Aynan oyimni operatsiya qilgan doktor Subashkov nafaqat oyimni, balkim juda ham ko'p o'zbeklarning hayotini saqlab qolgan. Jigar operatsiyasi bo'yicha doktor Subashkovda dunyo bo'yicha tanilgan. Hamma analizlarni ko'rib chiqdi, hammasi joyida ekan. Xonasida kasallardan kelgan sog'larni terib qo'yibdi. Hattoki o'zbeklar to'n ham kiydirishgan. Onajonimning har yilgi odatlari chiroyli rasmlarga ham tushdik. Eng zo'r burgerni kasalxonaning oshxonasida qiladi. Burger Hindistonda bargar deyiladi. Analizlarning javobi zo'r chiqqani uchun shunaqa ziyofatcha qildik. Shu bilan kelasi yilgacha xayr Hindiston.